Bir yigit, mayxo'r bir yigit Alloh qalbiga bir insof berib, shu mana bir yoshim katta bo'lib qoldi, bir masjidga boray deb peshin namoziga ketdi. Namozga kelsa, farz namozida turganda telefonini o'chirish yodidan chiqdi. Farzda turgan chog'ida telefoni jiringlab ketibdi. Namozdan keyin odamlar yopirilib kelib, haligi yigitning ustiga qanaqa odamsan, ahmoqmisan, jinnimisan, nega telefoningni o'chirmaysan, bunaqa qilsang nega namozga kelasan, nega halol berasan deb turib, 3-4 tasi yopirilib kelib vajohat bilan yigitning ustiga kelib shu gapni gapirdi. Qo'rqib ketibdi. Chunki u bilmay qoldi. Yodidan ko'tarildi o'chirish. O'zi birinchi kelishi ekan, Alloh bir tavfiq berib. Xafa bo'lib, to'g'ri qatnab yurgan qahvaxonasiga bordi, mayxonasiga. Borib, "Qo'y" debdi. Ko'tarib bittasini ichibdi. Yana "Qo'y" debdi, yana ko'tarib ichibdi. Uchinchisini quyib qo'ygan ekan, xayol og'ushida o'tirsa, qo'li stakonga tegib tushib ketibdi. Chil-parchin bo'lib yerga sinibdi. "Bu endi bu yerdan ham bir qattiq gap eshitaman" deb tursa, o'sha yerning egasi kelibdi-da, yelkasini silab, "Xijolat bo'lmang" debdi. "Haligini singaniga xijolat bo'lyapsizmi? 100 tasi sinmaydimi?" debdi. "Insonning qalbi sinmasin" debdi. Qarangki, birgina o'sha yerdan shirin so'z topgan yigit yana o'sha ishni davom ettirib, o'sha yerni doimiy yana mijozga aylanibdi.